Assalomu alaykum. Navbatdagi quyosh panel stansiyamiz mijozimizga o'rnatib berdik. 50 kilovatlik on-grid sistemada panellarni joylab, quyoshga nisbatan 180 gradusda 32 qiyalikda o'rnatib berdik. 90 ta 595 lik Jinko panellaridan hamda 50 kilovatlik DE invertorlarini o'rnatib montaj qilib berdik. Ko'rishinglar mumkin, joyimiz torligini hisobiga 3 etajli qilib panellarimizni joyladik hamda montajimizni chiroyli qilib montaj qilib berdik. Bu joyga avtomatlarimizni qo'ydik. Shitlarimizni joylashishi ostoyla qildik. Biraz